بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الثاني. أردت الدرس كي إشكنج قسم الدرس الثامن والعشرون جيجرما سكزنجي درس. أنا بيجوني درس مزدكي أساسا نقطلق ينمك جوان جراماتيكا فعل معتل اللام leme kesel harflik pel. Tünügünkü derste, yani aldığınki derste öğrengen mazmunumuz nima etdi? Mu'tallul ayn. Ayn kesel harflik, yani nima? Ajvat. Am bugun gelmoqchi bo'lganimiz leme kesel harflik, yani fa'aladagi lamni o'dirisi kesel harf kelib qolgan pel, yani naqis. Ana naqis billarning turilish ahvoli ajvat billarga o'xshasa murakkabroq. Shu bunimi alohida bir darsda maxsus akab qo'yishlik sabab shu. Endi biz mana tushunishda tunugunga o'xshash 3 pelni, ya'ni fa'ala yaf'iludun bir pel, fa'ala yaf'uludun bir pel, fa'ala yaf'aludun bir pel o'rganamiz. Qolganlarini shu 3 pelga qiyos qilib turib, selib turib qanaqa qilsak bo'ladi, turlab chiqarsak bo'ladi. Eng asosligi o'tgan zaman shakli, fil mudari shakli, andikin buyruq fil shakli. Fil jahat, fil nahi deganlar nimaga o'xshaydi? Buyruq filga o'xshaydi, shundaymi? Andikin nafi deganlar nimaga o'xshaydi? Mudariga o'xshaydi. Shu shakllarga diqqat qilsak bo'ladi, ha? 3 pilga kelgan, yani 3 babga kelgan 3 pil. Birinchisi rama yarmi. Fa'ala yaf'ilu babidan. İkincisi da'a yad'u. Fa'ala yaf'ulu babidan. Üçüncüsü radiya yarda. Yani fa'ila yaf'alu babidan. Bunun bir asas özgürlüklerinin fil mudari'nin özgürlüğü dikkat qilgachqa ma'nonga yarda, yad'u, andikinimi yarmi. Dikkat. Başınkilerine avval ramanı bir türlü ötüp biray. Hem türleş aralığında her bir şekilini asli ölçümü bir sırıştırıp bakınlar. Nemi için hazır halat kep kaldı oylanıp bakınlar. Rama, ramaya, ramav, ramat, ramata, rameyna. Rameyta, rameytuma, rameytum, rameyti, rameytuma, rameytunna. Rameytu, rameyna. Yani bunun birincisini mulohaza qilib baqsak, ramani fa'alaga solishtirib baqsak o'xshamay qoldi. Shunaqa asli nima bo'lish kerakdi? Ramaya bo'lish kerakdi. Nima bo'lib rama bo'lib qolgandi? Ramayadagi yog'i zarur harakat egri o'g'ashqa olib tashlatdik, nima bo'ldi? Ramay. Shunaqa ya qanday holatda qoldi? Sakin holatda qoldi. Kesal harflar sakin holatda qolsa, oldidagi harakatga qarab turib, oldidagi harakatga qarab o'zingizga shundaymi? Aldi zarub qalsa alifqa, pashub qalsa voga, zirub qalsa yag'iz o'zgaribdi-ku. Mana oldi zavar o'g'achqa nima o'zgardi? Alif o'zgarib, rama yozilishda chiqsiz yo yozildi, talaffuz qilishda nima talaffuz qildi? Alif talaffuz qildi, rama. Endi qolgan shakllarni Mushun sapaqsama bo'lmasa rama desak, fa'alu tushmaydi ekan-ku. Aslisini bo'lish kerak, rama yu bo'lish kerak degandek tasarruf qilib baqsanglar bo'ladi. Silib baqinglar. İkinci fel yarmi. Buna ait addi. Aslisini bilish kerak. Yarmiyu. Yağıp shakat egri keldi. Ab tashlatdik. Nima bo'ldi? Yarmiyu oldi. Boshqa hech qanday taqozo yo'q shundaymi? Turlab baqayli. Yarmi, yarmiyani, yarmuna, tarmi, tarmiyani, yarmina. Diqqat qilgan nuqtalar. Yarmi, yarmiyani, yarmuna. Tarmi, tarmiyani, yarmina. Termi termiyani termuna, termina termiyani termina, armi narmi. Xalas. Mastar shakli ramyun yoki rimaya shundaymi? Ramyun yoki nima? Rimaya. Ism fa'il ramin. Ya'ni tanmin bilan ramin deb chiqadi. Endi bu aslida bo'lish kerak. Fa'ilun o'lchimida ramiyun bo'lish kerak. Shunaqo yog'i qo'shakka tegir keldimi? Ab tashlavatdiq. Rami oldi shundaymi? Nima qildi? Sakin. Endi
biz davomli so'zlab kelayotgan ismning başida alif lam bo'lmasa, cho'qim shu ism nima o'qilish kerak? Sakin o'qilish kerak. Nima? Tanvin o'qilish kerak. Shunday emasmi? Alif lam yo'q ismning keyini nima o'qilish kerak? Tanvin. Rami degan vaqtimizda bundan alif lam bormi yo'qmi? Yo'q. Cho'qim bir tanvin bormi yo'qmi? Bor. Tanvin degan nima? Desa tanvin degan sakinlik nun degan gap. Bir sakin o'zi hisobda tanvin shundami? Unda o'g'anda tanvin bir sakin bormi? Bor. Rami deki ya bir nima? Sakin. Shunlashqa yaqin aqib ketdi, tushib ketdi, ramin oldi. Agar mushada tanvin bo'lmagan bo'lsa tushib ketmamdi, tushib ketmaydi. Dalili raminning oldiga shunda alif lamni birini qo'yib baqsaq, nima bo'ladi? Ar-rami. Ya asli keladi shundami? Xolos. Ramin, ramiyane, ramuna, ramiyatun, ramiyatane, ramiyatun. Ismaful, marmiyun. Marmiyun. Bu maf'ulun o'lchimiga sal tushmay qoldi, shundami? Aslini bo'lish kerak, marmuyun bo'lish kerak. Marmuyun. Vo'lan ya bir yerda to'plashib qoldi, shundaqmi? Bir-biriga kirgizish uchun vo'lan ya'ni voni ya'ga o'zgartirib nima bo'ldi? Marmuyun oldimi? Ya oldindan bo'lishini taqozo qiladi, sizilishini taqozo qiladi. Shundan sirqa o'zgartirib nima bo'ldi? Marmiyun. Marmiyun, marmiyani, marmiyuna, marmiyatun, marmiyatani, marmiyatun. To'yib. Lam yarmi. Oxirdagi mimning keyingi yana ketdi, tushib ketdi. Nima tushib ketdi? Diqqat. Asli nima bo'lish kerak? Lam yarmi bo'lish kerak, shundami? Oxiri nima bo'lish kerak? Sakin. Lam yarmi deb ya harf sakin o'qilish kerak. Endi shu lam kelgan ismning o'zida bir nima bor, sakin bor. Shundaqo, a harfning harakat eg'rikab, harakatni abtajotgandan keyin u bir sakin bo'lib qoldi, shundami? Ikki sakin bo'lib qolg'achqa harf qanaq ketdi, tushib ketdi. Nima bo'ldi? Lam yarmi. Lam yarmi, lam yarmiya, lam yarmu. Lam yarmi, lam yarma, lam yarmu, lam tarmi, lam tarma, lam yarmina, lam tarmi, lam tarma, lam tarmu, lam tarmi, lam tarma, lam tarmina, lam armi, lam narmi. La yarmi, yarmi bilan nima? O'xshash. Irmi. Buningdagi yana tushib ketdi desa, bayatdanga o'xshash tushib ketdi. Asli bu buyruq bilganlik uchun oxirida o'xshash sakin o'qish shundami? Asli irmi. Shundaqo, undan keyin yana o'z bir nima? Sakin qanaqatdi chiqizadigan jazma hisobda sakin alomat olsin uchun oxir qarab qanaq ketdi, tushib ketdi. Mushu fillarda eng oson hal qilish tushunish chorasi naqs fillarning oxirgi kesal harf sakin o'qiladigan fillarda qanaq ketdi, tushib ketdi. Masalan, lam kelgan fillar sakin o'qilishindami, tushib ketdi. Buyruq fillar sakin o'qilishindami, tushib ketdi. Nahi fil nima qildi, sakin o'qildi, tushib ketdi. Shundan bo'ldi irmi. Irmi, irmiya, irmu, irmi, irmiya, irmina. Ammo keyin nima? Liyarmi. Buni o'xshash tushib ketish sababi liyarmi, liyarmi, liyarmiya, liyarmu, litarmi, litarmiya, liyarmina, liarmi, linarmi. Ammo keyin nahi hozir. La tarmi, la tarmiya, la tarmu, la tarmi, la tarmiya, la tarmina, la yarmi, la yarmiya, la yarmu, la tarmi, la tarmiya, la yarmina, la armi, la narmi. Mana Ramanınki ummatan ahvoli nima? Mushu. Aniq ismi makan marman, mirman. Ismi alat mirman chiqdi, ismi tafsilim chiqdi, arman chiqdi. Qolgan ahvolini o'ylab baqsang bo'ldi. Ikkinchi misol da'a, yad'u, ud'u. Shundaqo? Buning oxiridagi vo'ninki sakin o'qilish, chiqish ahvoli ramolan o'xshash. Masalan, chiqib baqaylik, da'a دعوة دعوا دعت دعيتا دعينا دعت دعتا دعينا دعونا
da'awta da'awtuma da'awtum da'awti da'awtuma da'awtunna da'awtu da'awna. Da'a asli fa'alaga uyg'un holda nima chiqish kerak? Da'a chiqish kerak, shundaymi? Bu harakat nima keldi? Ig'ir keldi, tashattuq, da'a bo'ldi-ku. Kisalar ham sakin oldi. Zivar yoki pashak zirob qas mas holda o'zgartiriladi-ku. Zivarga mas holda nimaga o'zgartirildi? Alifqa nima bo'ldi? Da'a. Yad'u asli nima? Yad'u. Bu harakat ig'ir kelgandan keyin nima bo'ldi? Yad'u bo'ldi. Tashattuq shunday-ku. Yad'u, yad'uwan, yad'una, tad'u, tad'uwan, yad'una, tad'u, tad'uwan, tad'una, tad'uina, tad'uwana, tad'una. Ad'u, nad'u. Da'wa masdar. Andigan da'in. Ism fa'il nima? Da'in. Da'inninki o'zgartirish holati asli da'i wun kelishga shundaymi? Ramin bilan o'xshash. Masalan, da'i wun desak, o'sha harakat keldi deb tashattuqmi? Da'i bo'ldimi? Da'iyun chiqishga qo'shindag'i da'iyun. Asli o'sma lekin yerda oldizroqqa chiqib da'iyun chiqish kerak. Da'iyun. Ya harakat keldi deb tashattuq da'i bo'ldimi? Ikki sakin jo'lashtiramiz tanvin bilan nimada? Ya'da. Tashattuq nima bo'ldi? Da'in. Agar alif lam kelib qolsa nima deymiz? Da'i. Da'in turlab qo'ya. Da'in, da'iyani, da'una, da'iyatun, da'iyatani, da'iyatun. Mad'uun. Bayatdan marmiyun chiqqan-ku, ma mad'uun asli mad'uun. Ishkilov keldi, kirgizotdiq nima bo'ldi? Mad'uun bo'ldi. Mayt yengil. Mad'uun, mad'uwan, mad'uuna, mad'uwatun, mad'uwatan, mad'uwatun. Xolos. Lam yad'u oxirgi voqeaq ketdi. O'sha sakin kildigan fillarda naqis fillarningki oxirida kesalar chiqib turdi shundaymi? Shuni tushib ketgan nima bo'ldi? Lam yad'u, lam yad'u, lam yad'uwa. لم تدعو لم يدعونا لم تدعو لم تدعو لم تدعو لم يدعونا لم تدعو لم تدعو لم تدعو قيت ربها لم يدعو لم يدعو لم يدعو لم تدعو لم تدعو لم يدعونا لم تدعو لم تدعو لم تدعو لم تدعو لم تدعو لم تدعونا لم أدعو لم ندعو لا يدعو يدعو لما أخشش buyruq bilimi ud'u oxirgi kalimani tushib ketgan. Ya'ni sakinqa alamat bo'lsin deganingiz shundami? Ud'u, ud'a, ud'u, ud'i, ud'a, ud'una. Xolos. Liyad'u, 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 litad'u, litad'u, liyad'una. Li'ad'u, linad'u. La tad'u, la tad'u, la tad'u. La tad'u, la tad'u, la tad'una. La yad'u, la yad'u, la yad'u. La tad'u, la tad'u, la tad'u, la yad'una. La ad'u, la nad'u. Xolos. Ondan keyin qaysi fe'l? Radiya, yarda. Radiya deb o'tir sir o'qilgan vaqtda fa'ilaga o'xshash keladi. Ammo o'tir sir kelmay, zavar kelib qolsa, qanday bo'ldi? Ramaga o'xshash chiqadi. Esingizda bo'lsin. Radiya o'xshash. Buni turlash majasi shundaymi? Odatdagi fe'l o'xshashlar turlanadi. Radiya, radiya, radu, radiya, radiya, radu. Radiyat, radiyata, radina. Radita, raditma, raditum, raditi, raditma, radituna, radito, radina. Yarda. Yarda desak, bu nimaga barobar emas? Yaf'aluhu nima emas? O'xshash emas. Shundan asli nima chiqish kerak? Yardayu. Yarda tashaddud yarda yo'ldimi? Oldiz va ro'g'a chiqqan nima o'zgartirildi? Alifqa nima bo'ldi? Yarda. Yarda, yardani, yarduna, tarda, tardani, yardayna tarda tardani tarduna tardina tardani tardayna arda marda. Andikin masdar ridaun yoki ridan yoki ridaun chiqadi. Razdin ism fa'il razdin ashramin da'im bilan o'xshash chiqilishi bayatdan qildik. Radin radi ya'ni raduna radiyatun radiyatani radiyatun. Ashuna o'xshash. Ondan keyin ism maf'ul mardiyun. Mardiyun, mardiyan, mardiyuna, mardiyatun, mardiyatun, mardiyatun. Fi'l jihat lam yarda. Nafi la yarda. Buyruq fi'l irda. Uchinchi shaxs buyruq fi'l nima? Liyarda. Bulus buyruq fi'lchi la tarda. Turlash ahvoli bayatdan bilan rama bilan, ondan keyin da'a bilan nima o'xshash. Ana shuni tushunib olsak, bugungi darsga shu 3 fe'lga o'xshash fe'llarni bizga bugungi dars tushuntirmoqchi. Undan keyin kichikgina bir mazmun, bunda bir so'z birikmasi bor.
Mana ko'zda degan bir gap uyg'urtilishindami, ashna arabchasida deydi u. Arini. Asha gapni bilasan, masalan, arini kitobak, arini qalamak, arini yedak. Qo'lni ko'rsatda, kitobni ko'rsatda degandek. Shuni bilib olsak, bugungi darsdagi muhim nuqtalik grammatikalar oxirlashi bu. Darsdagi nuqtalik mazmunlar tushunishib bo'lgan bo'lsa, yangi so'zliklarni o'qib, tarjimasini bilib olaylik, ya. الكلمات الجديدة: العشاء، اليمين، اليسار، التحقيق، تناول، إله، آلهة، القمامة، قوم، الليل، النهار، تراب، أهل، صاحب، أصحاب، هدى يهدي، ممزق، طوى يطوي، أتى يأتي، تبع يتبع، وقع يقع. العشاء كشف تماق جماعة. أجر العشاء كبقصة قبتان degan ma'noda bo'ldi, ha? Al-yamin o'ng qo'l. Ba'zi o'ng tarafga ishlatilib qoldi, ammo o'ng qo'l. Al-yasar sol qo'l. Ba'zi sol tarafga ishlatilib qoldi. At-tahqiq tekshirish, tahqiqlash, tekshirish, tahqiqlash. Mana bir ishni qanaqa qilish, aniqlash degan ma'noda. Tanavul tamoq yeyish. Anikin tanavul tafa'ala babidan har qanday ishni qilish shakli bo'ladi. Masalan, suv ichish, tamoq yeyish, dars o'zlashtirish shundami? Bu ishlar ishlatishga bo'ladi. Ilahun, iloh, alihatun, uning ko'ptiki. Al-qumamatu, axlat. Qavmun, qavm, millat, jamoat, yurt, mahalla degandek ma'nolarda. Al-laylu, kecha. An-naharu, kunduz. Turabun, tupa. Tuproq, tupa. Ahlun, birisi oila degan ma'noda. Yana birisi loyiq degan ma'noda. Yana birisi ahli degan ma'noda. Uch xil ma'nosi bor, ha? Sohibun, igisi, do'sti, hamroyi degan ma'noda. Ashab uning ko'pligi. Hada yahdi, to'g'ri yo'l ko'rsatdi, to'g'ri yo'l ko'rsatdi degan. Mumazzaqun, jirtilib ketgan, titilib ketgan degan ma'noda. Ism maf'ul, mazzaqa yumazziqu, mumazzaqun ism maf'ul. Jirtilib ketgan, titilib ketgan degan ma'noda. Tawa yatwi, qatlidi, qatlavatdu. Qog'ozni qatlash, dasturxonni qatlash shundami? Atayati, keldi, kelyapti. Tabi'a yatba'u, agashdi, agishyapti. Waqa'a yaqa'u, tushdi, tushyapti. Bunda bir yerdan po'kka tushib ketish. So'zliklar tushunishga bo'lgan bo'lsa, dialogni o'qib, tarjima qilib tahlil qilib qo'ying. الدرس الثامن والعشرون. ماذا تفعلين يا بنتي؟ أكوي الثياب التي غسلناها أمس. أكويت القميص الأبيض؟ نعم كويته.
والقميص الأخضر لا لم أكوه بعد سأكويه الآن إن شاء الله. والمنادل أكويتها أمي كوتها في الصباح أتريدين أن تقولي لي شيئا؟ نعم. إن زميلتي سلوى دعتني إلى بيتها هذا المساء فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد صلاة العصر. اذهبي وارجعي بعد صلاة المغرب. يا أبا محمد تعال هنا وانظر إن محمدا يجري على السلم أخشى أن يقع. لا تجري يا محمد، تعال هنا. ما هذا بيمينك؟ أرني، ارمي هذا تراب. يدخل محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. جئت اليوم متأخرا يا محمود، ما السبب؟ شكوت اليوم أحد زملائي إلى المدير فطلبنا إلى مكتبه للتحقيق. لما شكوته؟ لأنه دائما يأخذ كتبي ودفاتري ويطوي أوراقها. ما هذه الحلاوة التي معك؟ أهدية هذه أم اشتريتها؟ اشتريتها لأنني أريد أن أدعو 3 من زملائي إلى بيتنا غدا. أدعوهم لتناول العشاء بعد غد فسيكون عمك موسى أيضا معنا إن شاء الله. İbrahim'den kız bilen bo'lgan dialog. Qizim, nima ish qilyapsiz? Alohida mazmun yo'q. Akwu thiyab allati ghasalnaha ams. Biz tunugun yuvgan kiyimlarni dazmallayapman. Kava yakvi. Biz bayat yugangan qaysi pilga tushdi? Rama, yarmiga tushdi. Shu nuqtaga diqqat qilsak bo'ldi. Akawaytil qamis al-abyad, oq ko'ylakni dazmalladingizmi? Kawayti, ya'ni ramayti degandek. Naam kawaytuhu. Ha, dazmalladim. Wal qamis al-akhdar, yeşil ko'ylakni-chu? La, lam akwihi ba'd. Yo'q, texi dazmallamadim. Lam akwi. Xuddi lam armi degandek vodin kinki ya tushib ketdi, shundaymi? Sakwihi al-ana inshaalloh. Uni Alloh xolisa hozir dazmallayman. Wal manadila kawaytaha, lungulani-chu dazmalladingizmi? Akawaytiha, ya'ni ramaytiha degandek. Ummi kawatha fi sabah, apam ularni attigan dazmallagan. Kawat xuddi ramat degandek. Ramaya ramau, ramat degandek. Kawaya kawat kawayna, shundaymi? Aturidina an taquli li shay'a? Menga bir nima demoqchimi? Yoki menga bir nima demoqchi bo'lyapsiz? Yoki deyishni o'ylayapsiz degandek. Na'am. Shunda inna zamilati Salwa da'atni ila baytiha hadha al-masa فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد صلاة العصر. Savoqdishim Salva meni uyisiga bugun kech chaqirgandi. Hazal masa bu kech degan gap, ya'ni bugun kech degan gap Uyg'ur tilidagi. Sizning menga uning uyiga berishga asr namozdan keyin ruxsat berishingizni umid qilaman. Bu jumladagi da'atni, da'a yad'udun chiqqan da'at bayt turligan shunday-ku. Qolgan jihatda bugungi darsga munosabatli grammatik xumri yo'q. İzhabi warji'i ba'd salatil maghrib. Berib xubdan namozdan sham namozidan keyin qaytib keling. Ya Aba Muhammad. Hay Aba Muhammad, ta'ala huna wanzur. Kelib qarang. Inna Muhammadan yajri ala sullam akhsha an yaqa. Muhammad shoti dibsida ketyapti. Tushib ketishidan ansirayotiman, qo'rqyapman. Akhsha, khashiya, yaxsha, radiya, yardaga o'xshasha bayatni o'rgangan. La tajri ya Muhammad, mangma, ta'al huna, bu yoqqa kel. Ma haza bi yaminik. Madagi bi fi ma'nosida, tiki degan ma'noda. Sizning o'ng qo'lingdagi bu nima? Arini, menga ko'rsatda, bayatman degan-ku, arini degan pil shundaymi? Menga ko'rsatda, irmi. Buni etivet. Rama yarmidan chiqqan nima? Buyruq pil, irmi. Haza turab, bu degan to'pa. Yadkhul Mahmud kiryapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ji't al-yawm mutaakhiran ya Mahmud. Bugun kechikib keldim. Sabab nima?
Shakawtul yawm ahad zumala'i lil mudir. Bugun savoqdashimning birini bir ustidan mudirga shikoyat qilgandim. Yoki shaka deganning ma'nosi qaranglar. Ning ustidan dattukish degan gap, ha? Yoki ning to'g'risi. Men savoqdashimning biridan to'g'risida mudirga qanday qilgandim, dattukkandim yoki shikoyat qilgandim. Yoki arz sungandim deganman. Shakawtu. Shaka yashku, da'a yad'u o'xshasha. Bugungi darsning grammatik uchida shaka yashku, da'a yad'u. Mudir bizni ishxonasiga chaqirdi, tashrish uchun, aniqlash uchun ishxonasiga chaqirdi. Talabani degan bizni talab qildi degan gap shundami? Lima shakawtahu? Nimishqa uning ustidan arz qilding yoki uni shikoyat qilding? Shakawtahu. Xuddi da'awtahu degandek, a? لأنه دائما يأخذ كتبي ودفاتري ويتوي أوراقها. Çünkü o devamlı kitaplarımı, defterlerimni elip varaqlarını qatlaydı. Nişada yatwi, tava yatwi. Nimga o'xshaydi? Rama yarmiga o'xshaydi. Ma hazihi al-halawa allati ma'ak. Sen bilenki yoki sen epkagan deganman-da, ma'aka degan gap sen bilenki bu taqliq turumlar nima? Ahadiyatun haziya mushtaraytaha. Bu soğumu yakını satın aldın mı? İştaraytaha satın aldın mı? İştaraytuha satın aldım. Li'anneni uriden ad'uva salasata min zumara ila beytina gadan. Çünkü men ata uyimizga savoqdashimdan 3ni chaqirmoqchi bo'lyapman. Uridu qilmoqchi bo'lishimdan aytmoqchi bo'lish o'ylash deganman. Undan keyin ad'uva da'a yad'udan chiqqan ad'u beshiga ankeganlik islam oxirisi qanday qotidi? Zo'r qo'lotidi. Ud'uhum litanawul al-asha ba'da gad. Ögünlükə keşik tamaq yiyish ularni ögünlükə keşik tamoqqa chaqir. Tağam Musa mu biz bilan bo'ladi, Alloh xolisa biz bilan birga bo'ladi. Sayakunu. To'yib. Tegiz tushunishga bo'lgan bo'lsa, mashqni bir qor aslab bitib ketaylik, ha? At-tamrin al-awwal, birinchi ko'nikma. Tuandagi savollarga javob bering. Bunga o'xshash savollar dialogning mazmuni asoslangan bo'lg'achqa buni kelagi darsda ishlaymiz. Birinchi mashqni, ha. Ikkinchi mashq. Hazihi amsilatun lil fi'li al-mu'talillah. Ya'ni tuandagilar lam kesal harflik pillarning misollari degani biz bugun o'rgangan naqis pillarning nimalari? Misollari. Birinchisi fa'ala yaf'ilu babidan. Kawa yakwi, masha yamshi, jara yajri, rama yarmi, baka yabki. İkincisi fa'ala yaf'ulu bablaridan. Da'a yad'u, shaka yashku, tala yatlu, maha yamhu, afa ya'fu. Da'a yad'u chaqirdi, shaka yashku ustidan arz qildi, shundami? Tala yatlu tilovat qildi, maha o'chirdi, afa afu qildi deganlar. Üçüncü mashq. Ta'ammal al-amsila, thumma uktub al-mudari' al-marfu' wal-mudari' al-majzum wal-amr min al-af'al al-atiyah. Misallarni o'ylab baqing, ondan keyin tuandagi pillardan fashu qilgan mudari, sakun qilgan mudari va buyruq bilan yozing. Biz bayatni chiqib o'rgandik qo'shindag'i. Masalan, misolga qarab baqaylik. Bakada nima chiqadi? Yabki. Aslis nima? Yabkiyu. Nima bo'lib yabkiyu deganligini bayatni so'zladik. Lam yabki oxirisiga qanday ketdi? Tushib ketdi. İbki qanaq ketdi? Tushib ketdi. Shu asosda qolganlarini chiqarib baqsaq, masalan, jarani chiqarib baqsaq, jara yajri, lam yajri, ijri shundami? Asliga tirnoqnosiga so'zga qaranglar. Lemi kisalarlik bilning lamning udrustiki harf mudari majzumda va buyruq bilda qanday qilinadi? Tushib ketdi. Tuhsab, tashlanib ketdi. Bu nuqtani bayatni so'zlab bo'ldim. Men aldiga lam kelgan pili jihatda shundami? Qanaq ketdi? Tushib ketdi. Buyruq bildi tushib ketdi. Undan keyin nehidi tushib ketdi. To'rtinchisi, tuanikilarni o'qing. Talife asosliq mushu jumlalarning ichidagi bugun o'rgangan al-fi'lul mu'tallillam, ya'ni lam kesal harflik pillar, ya'ni naqis pillarning misollari bo'lib qolsa, muloyiza qilgan tushunilmoqchi. Masalan, bana Ibrohim alayhisalom al-Ka'ba, Ibrohim alayhisalom Ka'bani sağgan desak, bana yabni shundami? Qaysi babdan fa'ala yaf'ulu babidan nimaga tushidi? Rama yarmiga tushidi. Shu bo'yicha qolganlarini ishlasak bo'ladi. Beshinchi mashq, misollarni o'ylab baqing. Undan keyin
Töndeki fillarınki fil mudari marfu, mudari majzum buyruq fillarini yezib chiqing deydi. Endi demakchi bo'lgani qaysi babdan fa'ala yaquludan chiqarilgan naqs fillarni yezib olmaydi. Da'ayat o'rnigandiq-ku. Masalan, biz qarab baqsaq, shaka yashku, asli nima yashku? Lam yashku oxirgi o'chib ketishadimi? Ushku oxirgi o'q qanaq ketdi, tushib ketdi. Mush nuqtaga diqqat qilsak, qolgan jihatda qiynalmaymiz. Oltinchisi töndigilarni o'qing. Yana töndigi jumlalarni o'qib, jumlalar ichidagi bayatanga o'xshash fillarni, ya'ni naqs fillarni tep muloyiza qilsak bo'ladi. Masalan, birinchi misolni o'qib baqsaq, shakani zamili lil mudarris va ana shakawtuhu ila al mudir. Savoqdishim mening ustimdan o'qituvchiga arz qildi. Men uning ustidan kimga arz qildim? Mudirga arz qildim. Meda shakani shakawtuhu ishkilisi qaysi fildan rama yarmiga o'xshaydi. Shakani. Undan keyin nima? Shakawtuhu. Yettinchi mashq tövendeki fillarni üçüncü shaxsga, ondan keyin birinchi shaxsga bog'lang. Asli degan isnod qiling bog'lang. Misolda ko'rsatilgandek, masalan, baka, amini bakat, ana bakaytu deyishindami? Bu asos turlang degan gap qo'shindaqo. Bu turlab bo'lganga boya. Baka, bakaya, bakao, bakat, bakata, bakayna, bakayda, bakaytuma, bakaytum, bakayti, bakaytuma, bakaytun, bakaytu, bakayna. Am tövendeki Bakadan tartib hamid da'aq fillarning hammasi ya bilan turiladigan fillar. Masalan, kava kavaya kava kavat kavata kavayna degandek-chu. Da'aning aslindagilar va bilan turiladigan fillar. Masalan, da'a da'a da'wa da'u da'a da'ata da'u deb va bilan. Va qolganlarini shu bo'yicha turlab baqsaq bo'ladi. Tendagi savollarga lamni ishlatib bulusiz javob beradi. Masalan, abakatif kichik bola yig'ladimi? Buningga yig'lamadi desak bo'ladi. Lam yabki. Atif. Lam yabki. Kapning keyindagi ya qanaq bitadi, tushib ketadi. Shu asosda qolganlarga javob bersak bo'ladi. 9-mashq. Tırnaqning lay nahiyani, bulusiz buyruqning lasini tırnaqning o'tirdagi filga her cümlenin aldığı da tüpkürgüzün değil. Andan keyin cümlenin to'liqni. Her cümlenin aldığı tırnaqning ichidagi la'ni aldığı nimani kirgizib, filning ichiga la'ni kirgizib aldığı qo'ydik. Masalan, ni ilal mudir ya ustoz debdi. Tashku debdi shundaqo, aldığı la'ni birini qo'ysak nima bo'ldi? La tashku bo'ldi. To'g'rimi? Xato. Lay nahiya kelsa oxirisiga qanaq bitdi, tushib ketdi. Nima bo'ldi? La tashku. Kapning oxirisiga qanaq bitdi, tushib ketdi. La tashkuni ilal mudir ya ustoz. Meni mudirga qanday qilmang, arz qilmang. Ikkinchisi masalan la tabni deb yaqiranda yoq. Ya qanday qildi tushib ketib la tabni al masjid fi hadha ash-shara. Bu ko'chaga masjid sammang. La tabni ismli bo'lsin. Endi qo'y deb qo'yay. Naqis fillarning oldiga lam kelib qolsa, nehining las kelib qolsa va har qanday bir fil mudorni sakin qilgan vas kelib qolsa, oxirdagi kesal harf qanday ketadi, tushib ketadi. Buyruq bildimi qanday ketadi, tushib ketadi. Shuni o'qib shuni olsak bo'ldi. Qolganlarimizni ishlab boqaylik. Tendikilarni o'yinib boqmoqda tushib ketgani ko'rsatadi. Biz masalan nasiya, yansa, xashiya, yaxsha, baqiya, yabqa. Shunaqa hammasini oldiga lam kiyib qanday qildi? Lam yansa, lam yaxsha, lam yabqa oxiridagi tushib ketdi shunaqa. Undan keyin insa, ihsha, ibqa deb oxirisi qanday ketdi, tushib ketdi. Mujnoqni tushunib olsak ham bo'ldi. 11-mashq tuandikilarni o'qing. Ya'ni bayatdan qarang fa'ila yaf'alu babdan bo'lgan naqs fillar bu qas tahlil qiling demak. Masalan, birinchisini o'qib baqsaq, abaqiya min at-ta'ami shay'un la lam yabqa minhu shay'un. Tamoqdan bir narsa qoldimi? Baqiya shundaqo. La lam yabqa minhu shay'un. Yo'q, undan hech nima qolmadi. Lam yabqa. Lam kelibdi oxirgi yaqinlab ketdi, tushib ketdi. Shuni o'qni diqqat qilsak bo'ladi. 12-tendagi mashhad degan filni zimirga bog'lash deydi, demakchi o'g'ini turlang demakchi. Masha, mashaya, mashav, mashat, mashata, mashayna. Mashayta, mashaytuma, mashaytum, mashayti, mashaytuma, mashaytuna, mashayto, mashayna. Biz uni turlab bo'lgan boya. Mashaning o'zini turilmagan bo'lsa-ku, nima turlab bo'lgan? Rama, yarmin turlab bo'lgandan keyin nisab deganga.
13-si yemshini pillaga qanday qilib isnot qilim. Ya'ni turlarni otidu. Yemshi, yemshani, yemshuna, tamshi, tamshani, yemshina, tamshi, tamshani, tamshuna, tamshina, tamshani, tamshi, amshi, namshi. Va qog'olarga o'xshash. Mashadin buyruq bilni tuandagi damirlarga qanday qilib isnot qiling deydi. Ya'ni turlab chiqilmoqchi. Imshi, imshiya, imshu, imshi, imsha, imshina. Turlab bo'lgan-ku 15-si nasiyan turlar, 16-si yansan turlar, 17-si nasiyan buyruq bilan chiqib turlar. 18-si da'ani turlar, 19-si yad'uni turlar. 20-si da'adan buyruq bilan chiqiring deydi. Bularning hammani biz bayatning qanday bo'lgan, turlab chiqib bo'lgan shundaymi? Yana bir qitim tafsili turlab chiqarsak bo'ladi. 21-ci mashq o'qituvchi o'quvchilarning har biriga arini degan so'zni ishlatib, har bir narsaga deydi. Masalan, arini kitobak, arini sa'atak, arini lisanak deb. Nima degan gap desa, arini kitobak, kitobingni ko'rsat. Arini lisanak, tilingni ko'rsat. Sen kasalmi, saqmi degandek shundaymi? O'sha bo'yicha mashq qilsak bo'ladi.